Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Yana sizlar bilan bu kanalda Lobar Oltinbek qizi. Hurmatli muxlislar, bugungi videoyim yana pullarga bag'ishlangan, ya'ni texnika yana pullar uchun. Bu juda ham oson. Bunga faqat kerak ishonch, ozginagina vaqt. Juda ham qisqa vaqt. Bu juda ham oson. Nimalar qilish kerak? Juda ham oson. Bajarib ko'ring. Bu albatta ishlaydi. Hattoki boshda ishonmasangiz ham bir martaga bajarib ko'ring, albatta o'sha natijani olasiz. Birinchidan, yoki hozir men bilan birga bo'lmasam, videoni oxirigacha ko'rib bo'lib, yaxshilab xotirangizga saqlab, keyin bajarishingiz mumkin. Buni ko'pchilik bajargan. Men sizlarga o'sha narsani taklif qilaman. Yana buni aslida farqi yo'q, qaysi paytda bajarishni, lekin ko'pchilik buni kechki payt yotishdan oldin bajargan va yaxshi natijalar o'sha praktika ko'rsatgani haqida menda ma'lumot bor. Bajarib ko'ring. Xohlagan paytingizda kunduz kuni bajargan bo'lsangiz, hech qilsa yo'q, yana o'sha yotishdan oldin yana bajarib ko'ring. Demak, boshladik. Birinchi biz tayyorlanamiz. 3 marta azizlarim takrorlaymiz shu narsani. Qo'llarimiz ochiq. Albatta shart emas, men o'tirgan holatda o'tirish. Xohlagan holatingizda o'tirishingiz mumkin. Stolda o'tirishingiz mumkin. Kaftlaringiz ochiq. Ko'zlaringizni yuming. Kaftlaringiz, ikkala kaftingiz ham yuqoriga qaragan. Nafas olganingizda sevaman. Nafas chiqarganingizda minnatdorman. 3 marta shuni takrorlaysiz. Mana hozir men bilan birga bajarishingiz mumkin. Nafas olamiz. Sevaman, ya'ni ichimizni qaytaramiz. Nafas chiqarganda minnatdorman. Sevaman, minnatdorman. Sevaman, minnatdorman. Bu mana o'sha tayyorlanish. Xotirjamlik, muhabbat minnatdorchilik bildirdik. Bundan keyin pul farqi yo'q. Asosan pullar sizga nima kerakligi uchun kerak. Masalan, kimgadir uy kerak, uy olish uchun pul kerak. Mashina olish kerak, avtomobil, o'shaning uchun pul kerak. Produkt olish kerak, o'shaning uchun pul kerak. Azizlar, bu yerda pullarning o'zini kelishligi uchun esa sizga asli nima kerak? Ya'ni o'sha pullarni nimaga almashtirmoqchisiz? Bu yerda maqsad pul emas, siz xohlagan narsa bo'lish kerak. Farqi yo'q katta, kichikligiga. Ko'zlaringizni yumib, boya biz minnatdorchilik bildirdik. Keyin esa ko'zlaringizni yumib, xuddi o'sha siz orzu qilgan uy, avtomobil, sayohat, bo'lmasam to'la xolodilnik, oziq-ovqat. Kimga nima kerak? Yoki o'sha o'ziga yoqqan buyum, kiyim. Bo'lmasam boshqa narsalar. O'sha hozirda borday yashang.
Ya'ni o'shani his qiling. O'sha narsani his qiling. Yana bitta narsa bor. Eng nozik narsa. Boylikni his qiling. Boylikni. Как будто siz cheksiz pullar egasi, hech narsaga muhtoj bo'lmagan inson siz hozirda. O'shani his qiling. Bir necha daqiqa his qiling. His boshqa narsa. Tasavvur boshqa narsa. Tasavvur aqldan kelib chiqadi. His qalbdan kelib chiqadi. His o'sha narsani his qilsangiz boylikni, как будто o'sha siz o'sha boysiz. Boylikni qanday his qilasiz? Diqqat bilan eshiting. Qalbingizda xotirjamlik, sokinlik, ajoyib bir tuyg'u. O tuyg'uni siz oldin ham balkim his qilgandirsiz, balkim his qilmagandirsiz. Buning farqi yo'q. Bu juda ham sokinlik, xotirjamlik, bu juda ham mayin, nozik his. O'zingizni bo'sh qo'ygan holda his qiling. His qiling, siz xohlagan avtomobildasiz. Siz xohlagan avtomobilda o'tiribsiz. Avtomobilning salonida yangi o'sha avtomobil hidi urib turibdi. Yo bo'lmasam kvartira, yo bo'lmasam siz sayohatdasiz. Okean qayerlarda, okean dengizli joylarda, bilmayman, qayerni siz xohlaysiz. O'zingizni bo'sh qo'ying va o'sha siz xohlayotgan narsalaringizni egasi ekanligingizni hozirda his qiling. Buni azizlarim bir marta praktika bilan erishib bo'lmaydi. Buni har kuni takrorlang. Har kuni. Kechki payt men sizlarga taklif qilaman. Kechki payt hamma ishlaringizni, yumushlaringizni qilib bo'lganingizda yotishdan oldin o'sha 3 marta nafas olib, nafas chiqarib, bemalol erkin sevaman, minnatdorman. Boya aytganday, nafas olayotganingizda sevaman, nafas chiqarayotganingizda minnatdorman. Nafas olish sevgini qabul qilish, sevaman. Nafas chiqarish, ya'ni o'sha minnatdorman, ya'ni o'sha muhabbatni egasi bo'lganingizdan, o'sha muhabbatni his qilganingizdan, o'sha siz minnatdorchilik bildirayotgandek go'yo yengillik bilan. Keyin esa azizlarim, boyagi o'zingiz xohlagan hayotni tasavvur qiling. Har kuni. Unsiz ham uxlayapsiz. Bekorchi, bemaza, sizga kerak emas narsalarni, sizni hayotda qiynaydigan holatlarni, voqealarni. Uning o'rniga mana shunday shirin his-tuyg'ularda har kuni uyquga keting. Ana o'shanda ko'rasizki, sizning hayotingizga qandaydir insonlar, qandaydir takliflar kirib kelaveradi. Shu bilan birga pullar ham. O'ylamang, pullar qayerdan keladi deb. Buni hech o'ylamang. Yana bitta narsa aytaman azizlarim, yaxshilab quloq soling. Agar sizga pullar kelishini xohlasangiz, pul haqida o'ylashingiz kerak emas. Hech qanaqasiga. Pullaringizni ham sanashingiz kerak emas. Pullarni sanamang, pul haqida o'ylamang. Pul topishim kerak, pul yig'ishim kerak yoki yana boshqa, umuman pul haqida,
pul berishim kerak, pul olishim kerak, qarz yopishim kerak, qarz olishim kerak, ish topib kerak, pul yig'ishim kerak. Hech qanaqangi pul haqida yig'ishtiring. Qanchalik pul haqida o'ylamasangiz, shunchalik pul potoki sizga ochilib kelaveradi. Qarang, siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Xavotir olganmisiz? Havo, siz olayotgan kislorod haqida. Bu kamayib qoladi, asrab qo'yish kerak, yig'ib qo'yish kerak. Buni hattoki borligini, hattoki siz nafas olayotganingizni, mana shu havoni, kislorodni unutib qo'ydingiz. Unutgansiz. Bu haqda umuman o'ylamaysiz. Bu juda ham ko'p, cheksiz. Umuman o'ylamaysiz. O'shaning uchun ham ko'p. Agar sizni xuddi mana shunday havodek cheksiz bo'lishini xohlasangiz, pullaringizni, demak, pul haqida o'ylamang. Umuman. Pullaringizni ham sanamang. Men sizga mana shu maslahatlarni beraman. Aytganlarimni bajaring azizlarim. Kommentariyaga albatta yozing. Sevaman, minnatdorman. Bu o'sha birinchi yo'lingizni ochganingiz bo'ladi. Sog' bo'ling azizlar, salomat bo'ling. Barcha-barchangizni sevaman. O'zimning g'oyibona muhabbatimni yo'llab qolaman. Keyingi videoda uchrashguncha xayr azizlar.